Biz hozir Yasin Chaparning Chapar Qardolan degan qotanda. Yasin Chaparning o'g'li Ibrohim Chapar degan ma birodar shu. Ma Anvar akamni demasakmi, Shinjon davlatdan ming tanıysizlar. Bugun shu Yasin Chaparning qotandagi barliq qo'chqalni ziyorat qilib chiqdik. Birdan tanishtiramiz sizlarga. Ibrohimjon. Başta Alabaturniklar. Alabatur. Dağga Alabatur degan qo'chqalni. Mana Alabatur desa anlaganmi? Mush qo'chqal shu mana yaqin ekan. Ma qo'chqani turmaydigan adam yo'q qo'ychilik. Vaqon qo'chqal degan shu mana. Asas. Neni vaqon bek tanib ketgan qo'chqal ma bu. Buni deb foydalangan dehqon chorvachilar yamanjiq. Anikin ma ikkinchi qo'chqalning ismi nima da? Besilmas. Besilmas degan mana shu. Ayliqi erkak bolasi ishtirayotgan mana shu. Bu bir vaqtning sodiga tushgan qo'chqal deyman. Ha, o'shini kam nalaydigan shu. Nechta olaydigan shu jasda? Oy, jiq gap buni deb demayman. Torda izlab kirwas bo'ladi. Besilmas degan qo'chqal o'sha. Anikin Ma Mergen. Mergan. Ha. Bu ma Besilmasning aksi. Bu ikki qo'chqa bizga 4 million qolgan qo'chqaning bolalari. O'z vaqtida 4 million 300 ming qadar qo'chqani bo'lsa. 4 millionlik jungu bizning. Ha. Anikin mava Birinchi numerdagi qo'chqa shu. Yupog'ida balasi 20 million so'd bo'lgan. Sen jakamlar sho'mi kam ikki so'd qilgan shu balasi. Anvar aka sizmi qo'y baqdingiz? Baxtim. Qanday ma qo'chqali bo'lam keyapmi? Qo'shqa bo'ldi ekan. Salom do'stlar, men mushu dehqon chorvachi do'stlarning suyimlik naqshisi Anvar Turak. Bugun mushu Yasin Chaparning qutunda turib, ko'z bilan ko'rgan, quloqlar anglagan emas, ko'z bilan ko'rgan dangli qo'chqalni mushu dehqon chorvachilarga danglaymiz. Bundan foydalanishni xohlaydigan, qo'y beqishni xohlaydigan, qo'y beqiyotgan baqmish do'stlarning mush qo'chqaning qishiga kelib, naslantirib, foydalanishinglarga tavsiya qilamiz. Mana mush qo'chqali shu. Mushu Yasin Chaparniki qotanda. Bu qo'chqaning bari mush 4 qo'chqa shu. Alabatur, Besilmas, Mergan, birinchi numar. Hozir ishga tushganlar ma bu ash aqidati yamanlar bor. Qo'chqaning hammasi muhim ish tushadi-da. Men bu mush qo'chqaga qo'y ekanmakcha 5 tal qo'y bor. Anvar aka qo'y qo'ydi. Mush qo'chqani naslantirgilar qo'y ekilma. Do'lan qo'ydin. Cho'tiga birday salamas. Do'lan qo'ydin foydalanishni ufutqanlar, mana tafsil ko'rsanglar bo'ladi mazhabinda. Do'lan qo'ydin tushirmayotganlar, qalamqam bilan so'lab qo'ymay o'tkazinglar. Qo'yning go'shtini kilosi 60 koy, 65 koy deb qo'ygansizlar. To'g'ri. U qo'yga o'xshamaydi bu. Taq qo'yning go'shti bor. Ma'vo sorta. Nasl deb qarash bor. Nasl deb qarash bor. Qo'chqani o'rni Yakanday Beshkan bozorda bor. Ibrohimjon bilan aloqa qilsizlar. O'rni Telefonni bir deb turgan. 176 09 08 07 45 qo'y ko'ligal davom qilib kelsangiz bular. Men qo'chqani jiq sunishtirib bunda maqtash ajizsiz. Hammasi bolalar kelib dehqon chorvachilik foydalanib, men qo'chqaliga ergashgan dehqon chorvachilikdan oldin 3 million qo'y setib oldi. Qo'y sanmasangiz kelib bir qitim ziyorat qilib ketishga arziydi ekan. Qo'chqani bolalar bormi shada o'z qizlaridan ko'rsanglar bo'ladi kelib.